Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi 26 oktyabr payshanba kuni Amerikaga yetib kelib, bu yerdagi 3 kunlik rasmiy ziyoratini boshladi. Amerika va dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur kishilik huquq tashkilotlari 25 oktyabr Amerika davlat ishlar kotibi Antony Blinkenga ochiq xat e'lon qilib, Amerikaning Xitoy bilan ochiq dialog qurish tirishchanligining hali ham davomlashayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining javobgarligini surishti qilish xizmatining nazardan saqit qilinishiga sabab bo'lmasligini ogohlantirdi. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Amerika Uyg'ur birlashmasi va Uyg'ur harakati qatorliq 9 Uyg'ur tashkiloti Antony Blinkenga yozgan o'rtaq maktubida Xitoy Kompartiyasi hokimiyati yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatining Xitoy amaldori Wang Yi bilan o'tkaziladigan suhbatlarning oldingi va markaziy temasi bo'lishi kerakligini eskartgan. Hamda uni Xitoy amaldori Wang Yi'dan Uyg'ur elidagi jazo lagerlarini taqashni, majburiy emgakni to'xtatishni, barliq siyosiy mahbuslarning darhol qo'yib berilib, oilasidagilar bilan jam bo'lishiga ruxsat qilishni talab qilishni so'ragan. Fransiya Dünya Gazeti 24 oktyabr Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati haqida maxsus tafsili xabar e'lon qildi. Mazkur xabarni Fransiya Dünya Gazetining maxsus Sharq Turkistonga avatgan muxbiri Fredrik Lemaitre e'lon qilgan bo'lib, Sharq Turkistondagi qo'rqinchli vaziyatning tadrijiy yo'qolayotgandek ko'rinadiganligini, ammo qo'rqinchli bostirishining yana mavjud ekanligini, e'tikof jamoasida namoz o'qish cheklanib, sayohat o'rniga o'zgartirilganligini oshkorlagan. Muxbir Xitoy rejimining Sharq Turkiston haqida vaziyat tinchlandi, hamma kishi xotirjam, diniy erkinlikdan bahramand bo'lgan holda yashamoqda deb xalqaro jamiyatni aldayotganligini oshkorlagan bo'lib, xabarda Xitoy rejimining muxbirlar va chet elliklarga necha million Sharq Turkiston xalqini jazo lageriga qamash, har taraflamalik bostirish, majburiy emgakka selish, qirg'in qilish ahvollari yo'qdek tuyg'u berishga tirishayotganligi, biroq islom diniga munosabatlik barliq ibodat va ish harakatlarining cheklanganligi qayd qilingan. İsrailiya armiyasi G'azaga qilgan bombardimonlarning 22-kunida havo va quruqlikdan G'azaning nurg'un nuqtalariga davomli hujum qildi. Falastin xabar agentligi Wafaning xabariga qaraganda, Isroiliya armiyasi G'azaning shimoliga zambirak o'qlari atgan. Isroiliya aeroplanlari havodan Shia va Nusayrat musofirlar lageri bilan Betlahiya, Betxanin va boshqa rayonlardagi uylarni bombardimon qilgan. BDT Bolalar fondi ijtimoiy aloqa suhbati X hisobotida e'lon qilgan bayonotida G'azadagi 1 million bolaning tasvirligisiz dahshatli yana bir kechani boshdan kechirishidan intayin andish qilayotganligini bildirdi. Qirg'iziston Energiya ministri Talaybek Ibroyev 25 oktyabr Xitoy bosh ministri Li Changning Qirg'izistonga qilgan rasmiy ziyorati doirasida Xitoy bilan energiya sohasidagi hamkorlikni cho'nqurlashtirish va bu sohada birlashma turlarini yo'lga qo'yish to'g'risida turli kelishimlarni imzoladi. Qirg'iziston Energiya ministrligi bilan Xitoy Molin energiya shirkati o'rtasida hamkorlik ramki kelishimi imzolangan bo'lib, kelishimning maqsadi Qirg'iziston Energiya ministrligi bilan Molin energiyasi o'rtasida 400 gigavat sig'adigan qayta hosil bo'ladigan energiya aslahalar qurilishida hamkorlashish ekan. Taraflar yana Qirg'izistonning Issiqko'l rayoniga qarashli Ko'kmo'ynoq yezilik hukumatda 400 megavatlik quyosh energiyasi elektr stansiyasi qurish to'g'risida kelishim hosil qilgan. Vengriya bosh ministri Orban Yevropa ittifoqining xomchut tuzish suhbatidan ilgari Ukrainani qo'llash uchun iqtisodiy yordam avatish strategiyasini tanqid qildi. Orban mundaq dedi: Ukraina hargizmi oldingi safdagi urushda g'alaba qilolmaydi. Shuningdek, Yevropa ittifoqining Ukraina strategiyasi mag'lub bo'ldi. Orban so'zida Ukrainani qo'llash uchun zo'r kuch sarf qilinganligini, ammo Vengriya xalqining bosh pulini Ukrainani qo'llashga avatishning sababini ko'rmaganligini bayon qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Umumiy Majlisi G'azada darhol va sijil bir insonparvarlik urush to'xtatish talab qilingan bir qarornomani ma'qulladi. Bu qarorga 45 davlat ovoz berishdan voz kechgan. 14 davlat qarshi chiqqan bo'lib, 120 davlatning qo'llashi bilan ma'qullandi.